Demek endi bazadan chiqib ketaman. Menga paka baza kerak emas. Va buni detallarni presoring bilan demak yonchoqqa simulation qilaman. Tak. Presoring detallarim tak, menda Focus editor chiroqchi kerak. Shunga o'chirib to'g'ri. Particle distance to'g'ri. Tak, mana kiyimim tayyor bo'ldi. Endi hech kim kiyim bo'lib ketibdi. Yana deylik, любой paytda modullar library'ga qaytasiz. Iloji bor. Bunga kirasiz. Tak, sportswear'ga kirasiz. Buni tanlaysiz. Va deylik, shimni yana ham toraytirmoqchiman. Edit buttonga kiraman. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Demek 1, 2, 3 simulation deyman. Shunday qilib o'chyapti. Bilmayman nimaga. Mayli. Demak, yana edit patternni tanlab, shimni kaltalashtiraman. Demak, unda shorty sifat bo'lsin. Simulationni bosdim. Mayli, kengroq shortlik bo'ldi, mayli endi. Demak, nima qilaman? Plusga bosaman. Oldi bo'lakka shift bilan tanladim, enter bosdim. Okey, mana bazaga qo'shdi. Okey. Yana okey. Yana okey. Tak, endi shimni orqa bo'lagiga yana plusni bosdim. Shimni orqa bo'lagini tanladim, enter bosdim. Okey. Okey. Protsessi. Okey. Mana menda shimni bazasi yana ham ko'paydi. Shunda mana 1, 2, 3 ta detal bo'ldi shimda. Mana bosaman. Yana obnovleniyani. Endi mana bunga qaytib chiqib, yana kirib, sportswear'ni tanlasam, mana menda bazamda detallarim mana turishibdi. Xohlasangiz yana undan ham murakkabroq bitta kiyimni olib berish mumkin. Ya'ni detallari ko'proq bo'lsin. Uni modellashtirib yana kiritsin. Hozircha darsimiz shu.